11 sotuvli uyimizda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Choyxona zonida joylashgan uyimiz bo'ladi. Mana bu uyimizni bitta ko'rsanglarchi. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham boshqacha qilib ketishgan. Uyimiz fayzli xonadonlardan biri. Uyimiz katta oilalar uchun eng выгодный uylardan biri bo'ladi. Uyimiz общий kvadraturasi 1000 kvadratdan bo'ladi. Bu yerda ko'ryapsiz. Bu yerda uyimiz bu tomonda tushgan va uyimiz yana bu tomoni ham qilib ketishgan. Uyimiz общий kvadraturasi aytganimdek 1000 kvadrat va общий xonasiga keladigan bo'lsa 10 ta xona, bu tomonda 5 ta xona qilib ketishgan va bu tomonimiz bizda 5 ta xona qilib ketishgan. Uyimiz haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Hozir biz sizlar bilan spa zonaga kirib ketamiz. Uyimiz bu tomoni bizda o'ng tomonimizda ko'rsanglar bu yerda alohida spa zona xonalar qilib ketilgan. Bu yerda o'zini yozda ham va qishda ham foydalanish uchun o'ta kattagina basseyn qo'yib ketishgan va bu tomoni bizda spa zona uchun alohida maxsus joylar qoldirib ketishgan, ko'ryapsiz. O'zini bu yerda bizda saunalari, turistik hammomlari qilib ketishgan. Juda ham boshqacha qilib qo'yilgan. Ko'ryapsiz. Uyimiz endi Ismoil, uyimizni ko'rdik. Bu narxi qanaqa va uyimiz ichi qanaqa bo'ladi desanglar, uyimiz ichi juda ham boshqacha bo'ladi va uyimiz ichini alohida ko'rmoqchi bo'lsangiz bizga obuna bo'lib qo'ying. Va endi narxi Ismoil qanaqa bo'ladi desanglar, narxiga keladigan bo'lsa 2 million dollar deb startoviy narxi aytilyapti. Boshida yana kelib gaplashiladigan joyi bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat.